Hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz to'rxonali uyimiz Yakkasaroy rayonida joylashgan ЖК Milana. Orientir 8-raddom. Бывший наслед завод. Так, uyimiz 160 kvadratli metr, 7-qavatda joylashgan 9 qavatli uyimiz. Bu mana bunaqa prixожий. Kirishimizda нереально katta xonalar, juda ham katta spalniyalar. Bu yoqda garderobni xona. Bu родительский xonamiz. Hozir mana ko'ringlar, вообще odamlarda shunaqa kvadraturada spalniya o'rniga zal bo'lyapti. Bu yog'ini qaranglar, вообще kattaligini mazza qilib dam olsak bo'ladi. Mana dekorativniy panel, bu yog'ida ham polchkalar, televizorная zona. Mana buni qaranglar. Vannalarni. Dushovой. Kattaligini qaranglar, futbolni polе desa bo'ladi. Bu yoqda затемненный oyna. Hozir endi европейский stilda qilishyapti, unaqa prozrachniy anaqalari. Lekin uni yana bitta plyuslari bor. Uni yana затемнить qilsa bo'ladi. Umuman ko'rinmaydigan qilsa bo'ladi. Xo'sh. Katta spalniyani ko'ring. Bu yoqda mana bunaqa oynamiz. Va bitta ikkinchi kattagina spalniya. Ko'rishingiz mumkin. Pat-patavoq polni mebel qilingan. Juda ham katta. Bemalol kiyimlari soladigan, qo'yadigan joyimiz bor. Двусторонний kvartira, ikki tomonga qaraydi. Mana ham qaranglar, dekorativniy kamin, вообще zo'r spalniya qilingan, ikkita kattagina spalniya. Va mana bu diskini qaranglar. Diski ham katta, o'zini alohida garderobni bor. Endi bu galogenga aniq bo'lyapti telefon. Mana kosmический stilda qilingan потолок. Bu ham shu garderobni, hech qanaqa lishniy shkaflar yo'q. Bemalol ana geobraska qilingan. Bolalaringiz uchun bemalol kiyimlar yetadi shkafga. Endi общий sanuzilni ko'rsatamiz. Ikkita sanuzilli. Bu ham kattaligini qaranglar. 160 kvadratli uy. Bu yoqda dushovой. Kafel bor joylarda hammada теплый pol bor. Kirishimizda ham, sanuzilda ham теплый pol. Bu yerda zal studiya qilingan. Ko'pchilikda zal shundoq xonadek turibdi. Endi bu yoqda oila bilan mazza qilib dam olsa bo'ladi. Mana bunaqa kattagina uglovoy divanimiz. 8 personli. Texnikalarimiz bo'sh, xofma qo'yilgan, посудомоечный mashinka. Polni hammasi full komplektatsiya, blum sistemalar qo'yilgan. Посудомойка, духовая печь, mikrovolnovka, kattagina двухкамерный холодильник, 75 tali televizor. 160 kvadrat, to'rxona, ikkita sanuzil, 7-qavatda joylashgan. 85% заселенный dom, ЖК Milana, premium klass hisoblanadi. Ma'lumot uchun 90 349 64 00. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin ilohim. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar. Xayr, salomat bo'ling.